Bugun 6 ming bo'yibdi. Bugungi plan 100 ming. 100 ming? Ana Ibrohim Pishakka boraylik, puli ko'p kunda. Ketdik. Boramizmi? Aytamiz. Ramazon aytib keldi ishingizga. Qachon ketgan ha bular? Pul bermadi-ku? Davay yana taqillatadi. Davay, taqillat. Ketmingana yo'q bular. Mayib qilasanlarki bachani, ma. Ramazon aytib keldik eshigingizga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga, oq tanga, ko'k tanga chiqara qoling joyanga. Bo'ldi, pul beraymi? Ha? Pul. Mana. Yo'q mayli, pul yo'q. Taktikani o'zgartiramiz. Negina? Sen aytasan. Degandan keyin Ramazon aytib keldim eshigingizga. Xudoyim farzand bersin beshigingizga. bo'ldi. 100 ming. Eshigingizga, Xudoyim o'g'il bersin. Hozir bacham, hozir. Hozir pul beradi, ko'chni. Mana bo'lsang, mana buncha katta. O'zimiz o'say. Bo'yni orqasidan lattapda, bo'yni egalarni ko'ch katta. Nima buzildi, nima g'ichirlayapti? Ovqat yeyapsanmi yana? Zebo, ovqating tayyor bo'ldimi? Degan bo'ldimi chaqirsam chiqmading? Qanaqa qilib chaqirding? Qo'mitaga ovqatga chiqing deb. Unaqa baland gapirma, qo'shnilar o'likka qoradi Zebo. Keyin bugun sen bilan bitta kino ko'ramiz, ha? O, nima yeb ko'ramiz, davay. Shuni yemasdan ko'rsak bo'lmaydimi? Men nimadir yemasam kinoni tushunmayman ma'nosiga. Pulitni yema. Zebo, meni dardimni eshitmasang bo'lmaydi. Xullas, xo'jayin bilan chiqish olmaymiz. Oylik past. U ishda ishlab 1-2 so'm orttirib bo'lmaydi. Shunga ishdan ketmoqchiman. Narsa yeyapsanmi? Senga dardimni aytolmay eshit. Shunga mashinani sotsak, kreditlar to'lasak, uning ustiga kvartirani pulni so'rab yotibdi. Bu bilan ham bu turishda urushib qolam. Zebo! Bu qiz yana qayerga berkilib narsa yeyotgan bo'lsa, ha? Nima bu? Lapsha bilan kalbasan? Bo'pti, yaxshi o'tir. Umid aka, kelishda marakuya olib keling, yegimiz kelyapti. Bo'ldi. Hozir olib kelaman. Dastan, biz bolamizga. Qanaqa bo'lamizga? Itdinu bizaga deb. Yo'q, men o'zimni ichimdagi qurtlarim, bakteriyalarim hammasini etkaydim. Ko'rdingizmi? Faqat o'zim o'ylamayman, ko'pchilik o'ylayman. Qanday dam olasiz bugun? Qanday deb o'ylaysan? Uylanmangsiz bari. Nimaga baxtliroq uylanmadim? Kelinimiz chiroyli, ko'z tegmasin. Hamsiyamiz Nargizdingmi o'zi? Niye qara? Sen bir jilcha jirding o'sha Nargiz bilan o'g'lim. Voy kelin, siz hech ham xafa bo'lmang, o'zingizga olmang, maylimi? Jigitchilikda bo'lib turadi-da aynan, a? Yo'q, o'yjon xafa emasman. Oyim aytdi-ku, yigitchilikda bo'ladi endi. Yirtaman Nargizingni. Uzr. Ha, O'sinjon, siz ham omadingiz bor ekan. Boburjon ham shuncha qizlar bilan yurib, oxiri sizga uylandi-ya. Yana xafa bo'lmang gapimga. Yo'q, opajon, sizdan nima xafa bo'laman? Ketdim, hozir kelaman. Onasining emasi. Nechta bilan gaplashgansan? Endi o'zining gapiraveradi-da, kuyyapti-da u. Yana bir gap eshitsan, yo'raman. O'g'lim, ko'zingga nima qildi? Gap ko'rib oldim. Ehtiyot qilmaysan, esingdami? Bitta qizning orqasidan rosa kaltak jerding. Shunga uylanmasam o'laman derding. Kelin qan? Bilmadim. qara yomg'ir kunni uchrashaylik endi. Barchaga salom do'stlar. Bo'sh vaqtingizda istalgan turdagi kino va multfilmlaringizni osongina tomosha qilishni va bepulga yuklab olishni xohlaysizmi? Unda bizning Telegramdagi Vura Film Bot Telegram botimizga tashrif buyuring. Va bu yerda o'zingizga yoqadigan yo'nalishdagi kino va multfilmlaringizni topishingiz mumkin bo'ladi va hozirda botimizda 1000 dan ortiq kino va multfilmlar mavjud. Va ushbu botimizning eng asosiy funksiyalaridan biri hozirda botimizda hech qanday majburiy yopilmalar va reklamalar mavjud emas. Botimizni topish uchun esa Telegramdan Vura Film Bot deb qidirishning o'zi kifoya. Va sizlarga qulayroq bo'lishi uchun biz ushbu videoning kommentariyasiga Telegram botimizning manzilini qoldiramiz. Ana shu orqali bemalol kirib olishingiz mumkin bo'ladi. Chiroyli bola. Kimning mashinasi bu meni joyimga qo'yib qo'yibdi?
aka nima gap? Chiroyli bo'ladi yozib qo'yibdi. Egasi kim buni? Ha, shetda turibdi egasi. Qani? Moshinachidan. Fukusam o'lik ekanda aka. Menda yomon chiroyli ekan, rasmga olib qo'ylaring. Yo, o'zimni telefonimni olaman. Boshqa telefonsan odam bashara qilaolmaydi. Qanaqa telefon? Bu vashshe zo'r ekanmi? Tecno Spark 30, 3x ham zo'r oladi. Akkumulyatori 2 kunga yetadi. O'zing segmenti bo'yicha birinchi o'rinda. Men shuni ishlatib yurgan, rostdan chiroyli bola bo'lib yurasan. Menga bersang bo'lardi. Nima bo'lgan bu aktyorlarga? Qachon olaman men kinoyimni? Bosh rolga tushadigan tipaj yo'q. Anaqa kasting shatda bo'lyaptimi? Bu tipaj. Yushachi. Qoch. Vaqt mana o'tirchi, o'tir, yotchi. Oh, mana giroy. Mana bosh qahramon. Nigohni qara, nigohni. Bu yerda ikkita qism yozilgan. So'zlaringni yodlagin. Xo'pmi? Xo'p. Sen bilan hali buyuk ishlar qilamiz, zo'r kino olamiz. Ah, meni giroyim. Topildi. To'xta. Shunda hozir bu bizga chiroylimi shuni? Yo, bolalar, bu bosh rolga tushadi-da, sizlar tushmaysizlar. Kinoyingiz nomi nima? Kinoyim nomi Importniy bomj. O'z kirolasida bilan hali.